Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yaqin bir do'stimiz biz ishimizni yengillatish uchun mana shunaqa bot tayyorlab berdi. Buning uchun kishiga rahmat aytamiz. Bu onalik baxti bot deb nomlanadi. Telegramda tayyorlangan, ya'ni Telegramda yozilgan. Manzilda mana bu ko'rinishida. Telegramda o'zidan qidirsangiz, poyezd degan joyda yoki qidirish degan joyga xuddi shuni kiritasiz. Kuchukcha onalik baxti bot deb. Yoki Telegram kanalda, YouTube kanalda buni manzilini o'sha linkini berib qo'ydim. Bemalol o'sha link orqali kirib bosib kirsiz bo'laveradi. Mana shu linkni mana shu botni ochib beradi. Kirdik mana. Endi hozir kompyuterda yozyapman videoni, telefonda ham taxminan shu ko'rinishda. Start tugmachasini bosamiz. Startni bosganimizda mana bu ko'rinishdagi oyna chiqadi. Bu yerda tilni tanlashimiz mumkin. Ya'ni o'zbekcha, kirillcha, o'zbekcha, lotincha hamda ruscha. Uchala tildan birini tanlaymiz. Masalan, o'zbekcha, kirillchani tanladik mana. Botda asosiy qiladigan vazifasi bu kalkulyatorlardan iborat. Kalkulyator deganimiz ovulyatsiyani hisoblash, homiladorlik haftasini hisoblash, tug'ish sanasini hisoblash hamda shifokor bilan aloqa. Ovulyatsiya kalkulyatorini ishlatish uchun mana ovulyatsiya kalkulyatorini bosamiz va iltimos so'nggi hayz sanasini tanlang deyilyapti. Bu yerda oxirgi hayzni boshlangan kuni kiritilishi kerak. Misol uchun 3-mart. 3-martni tanlaysiz. So'nggi hayz sanasi 3-mart 2025-yil tanlandi. Hayz siklini kiriting. O'rtacha 28 kun. Misol uchun 28 kun deyilyapti. Bu hayz kelgan kundan keyingi hayz kelgan kungacha bo'lgan oraliq. Kimdadir 22 kun, kimdadir 34 kun. Sikl endi hammada har xil bo'lishi mumkin. O'sha davomiylikni kiritamiz. Misol uchun bu ayolda deylik 26 kunlik sikl. 26 ni kiritamiz va jo'natamiz. Jo'natsak mana hisoblayapti. Ovulyatsiya payti 12-mart bilan 17-mart orasiga to'g'ri keladi. Va eng ehtimoli ko'p ovulyatsiya kuni bu 15-mart. Bu degani ovulyatsiya ma'lumki kela turgan hayzdan taxminan 12-17 kun oldin bo'ladi. Va ko'p holatlarda 14 kun oldin bo'ladi. Mana shuni hisoblab beradi. Yana boshqadan kiritib ko'rishimiz mumkin. Misol uchun 26-fevral va 34 kunlik sikl. Siklni yana bir marta aytib o'taman. Hayz kelgan kundan keyingi oyda kelgan kunigacha oraliqni hisoblaysizlar. Mana 26-fevralda hayz ko'rgan 34 kunlik siklga ega bo'lgan ayolda ovulyatsiya davri 15 bilan 20-mart orasida, ko'proq ehtimoli bilan 18-mart kuni bo'ladi. Ovulyatsiya kalendari bo'yicha shu. Endi homiladorlik haftasi. Homiladorlik haftasida so'nggi hayz sanasini belgilang. Bu ham xuddi shunaqa. Oxirgi hayzni boshlangan kuni belgilanadi. Misol uchun mana 24-yil 11-dekabr oxirgi hayzni boshlangan kuni 11-dekabr tanlasak, homiladorlik boshlangan sana mana 11-dekabr 14 haftayu 3 kunlik. Bugunga 14 haftayu 3 kunlik. Taxminiy tug'ish vaqtiga taxminan 27 hafta qoldi. Endi bu taxminiy tug'ish vaqti yana 27 haftadan taxmin to'g'ri bo'ladi. Yoki yana mana homiladorlik haftasi misol uchun 24-yil 9-noyabr. Bugungi kunga 19 haftalik bo'ldi. Tug'ishgacha taxminan 22 hafta qoldi. Uchinchi kalkulyatorimiz tug'ish sanasini hisoblash. Taxminiy tug'ruq vaqtini hisoblash ya'ni. Misol uchun deylik 15-yanvar oxirgi hayzni boshlangan kuni. Taxminiy tug'ish sanasi 29-oktyabrga to'g'ri keladi. Bu yerda ozgina yanglishilgan ekan. Umuman bot ishlashini sizlar tushunib olsalaring bo'ladi, lekin buni to'g'rilab qo'yadim, aytaman. Bir hafta ortiqcha hisoblayapti bu yerda. 41 hafta hisoblayapti, o'zi 40 hafta bo'ladi. 15-yanvar bo'lsa 22-oktyabr bo'ladi. Rosa bir hafta ortiqcha hisoblayapti. Yoki
masalan 10 dekabr. 10 dekabr endi aslida 27 sentyabr bo'lishi kerak, hozir aytib o'tganimdek bir hafta ortiqcha hisoblayapti. Xullas botni ishlatishni umumiy holati shunaqa. Oxirgi hayzni boshlangan kunni belgilaysiz, shundan hisoblab beradi. Va oxirgi menyumiz bu shifokor bilan aloqa. Tabiiyki men bilan bo'lgan aloqa. Bu yerda mana bu kanalga link berilgan ekan. Bu kanalni menimcha hammalar bilsalaring kerak. Telegramda menga tegishli bo'lgan kanallarning linklari, kanallar, botlar, shularning linklari joylashtirilgan kanal. Kerak bo'lganlardan tanishib qo'ysalar bo'ladi. Umuman kalendarimiz mana shu. Buning uchun buni tayyorlab berganlarga albatta rahmat aytamiz. Bemalol bundan foydalansalaring bo'laveradi. Sog' bo'linglar.